Hozir bir narsa bo'ldi-da, men ko'pchilikcha aytaman. Ho, ana shu o'tni bilasizmi? Ana shu Abduvahobda oldidagi o't. Shuna uni olimlikka tirib kelsa. Yo'q. Begani o'tlarni so'rayaptilar endi. Voqoyibdi. Yo'q, mana qarang-da. Bu siz ham tanimadingizmi Rustamjon? Yo'q. Garchisi bu. Ha, bu mana shu berganingiz garchisi ekanmi bu? Yo'q, ana bu garchisi. Keyin fasilya bor edi. Fasilyani topolmayapman. Mana bu fasilya. Ha, qaranglar, mashallah. Mana bu fasilya. Bu fasilya. Qani? Ana ham ayarsaydam To'g'ri. Ha, voy mashallah, ana. Mana akalar mana fatsayli ekan. Qaranglar, men ham bilmayman shuni, subhanalloh. Fatsayli ekinglar, sidrat o't ekinglar deyman. Ha, Jamoliddin? Yana bir chivata ko'r. Gapiraman, voy. Uni ekinglar deyman. Mana Alisher akam o'zlarini ko'rsatmadi. Shuni fasilya deyaptilar. Fasilya bilan Garchisi ham bor shu yerda. Mana garchisi katta-katta o'tib. Ha, ketdi garchisini ham ko'rsatamiz. Mana shu sidrat ekan akalar. Mana bu fasilya bo'lsa, mana bu garchisi ekan. Garchisi ham qo'shib yuboringlar deyman-ku. Orasiga o'sha tariq ekkaninglarda garchisi qo'shib yuborsanglar, shu ham nematodagi juda ham zo'r sidrat ekan. Endi buni yer bilan aralashtirib yuborish kerak-da. Ha, prosta tak o'sib turganning anaqasi, u ham foydasi bor-ku. Tuproq bilan aralashtirib yuborsanglar. Mana gullashga qo'yish kerak emas-da buni. Gullab qolsa buni effektivnosti kamayadi. Kamayadi. Endi biz buni ko'paytirishimiz shu gullidan olishimiz kerak. Ana. Qurishmasak. Faqat dori emas-ku. Shu guldan bir o'rin olamiz, upaklikqa sotaylik. Qisqasi, o'sha so'rashingiz mumkin, nimaga o'sha o't o'sib turibdi, bu tepisini chetsanglar, bu qatsanglar, mana bu garchisi ekan bitta. Endi bunisini bilmadim, buni ko'rsatdilar menga. Nimaligini bunisini bilmadim-ku, lekin bitta mana shu fatsanglar. Buni o'tlar ko'p ko'rib yurardi, ha Jamoliddin? Yuli ochib tasharkanmiz-da. Qisqasi akalar, men ham hamma narsani bilavermayman. Mana fatsanglar. Shu fasilya nimalarni garchidan ekkandan nimasi gumusini ko'paygan bu yerni. Balkim chernezemda mana bilganim yo'q, endi bu video tabiiy ketyapti-ku. Tuproqlari, lekin mana bunaqa chernezem emas-ku, endi shikolat rangi. Siz ham sezyapsizmi? Yumshoqlik ham yumshoq. Tuproq shikolat rang tuproq. Boshqacha naryodagi u yoqdagi bodrinlari ham zo'r bo'lgan, kadiyar. Uni ham boshida agrotexnikasini shunaqa qilib olib ketganmisiz? Keyin kuchayib ketgan. Keyin kuchayadi. Mana bu tomir sistemasi kuchaysa, tepasi kuchayadi. Ha, ana. Ana, ko'rdinglar? Sidrat ekilgan. Birinchi oborotga bodring ekilgan, ikkinchi oborotga pomidor ekilgan. Pomidor tugagandan keyin sidrat ekilgan. Shu orada endi bu oktyabr, noyabr oyida ekilgan sidrat. Dekabr oyida yerga aralashtirib yuborilgan. Hozir bu yerda nimasi bor? Mana bular. Somonga o'xshab turibdi. Ha, bu nimaniki bu? Bu garchisaniki. Ana, voy mashallah. Bu siz aytganingizdek organikka ekib bersangiz, bu yaxshi chiriydi. O'g'itlar, o'ziga o'zi o'g'itib ketadi. Atrixidar masperilni aytganman-ku, o'sha somonni yoki tuproqdagi organik chirindilarni zo'r chiritadi. O'sha jo'xorini masalan siloskami yo boshqagami o'rib olishadi, tagida ildizi qolib ketadi cho'pagi bilan, bilasizlar? O'shani tirxidirmi sepilganda mushining anaqa qiladi, organik ekib sepilganda. Aha. Shu. Abdukarim? Yo'q, o'tlarni olmas ekansiz. O'shan shunda-da. Ha, masalloh. Shunaqa akalar, mana Alisher akamni tepisalariga kirdik. Bizga konsultatsiya ular berdilar, biz bermadik. Konsultatsiyani ulardan olib ilm olib ketdik. Mana shunaqasi ham buni bo'ladi. Siz aytganingiz bilan shu nima bu? Tarix nima ekan deb o'rischaga nima qilamiz? Nimaligini bilmaysiz-da? Ha. Tarix nima? Bilmayman men. O'rischa bo'lsa aziz deymiz. Harfa bo'lar ekan u. Qisqasi, men va mana shuncha odam, mana Jamoliddin, mana hammalari endi bu fasilya bilan Avazjon akam garchisani bilishdi. Endi chiqib qolsa, sizlar ham ko'rib olinglar, yulmaysizlar, yulsanglar ham o'sha nimani ichiga tashab qo'yaversanglar bo'ladi. Ha? Alisher aka inshaalloh. Bu urug'i Rossiyadan olib keltirilgan. Ha, sepmadingiz? Ha, sepdim. Nima bo'lgan? Nima qolib ketgan? Siz saqlab turibsiz. Ana, sidrat ekin eksanglar, tariq, mosh yoki nimada eksanglar, orasiga fasilya qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Garchisi qo'shib yuborsanglar bo'ladi yoki tagits, masalan, o'sha saro, chinni gulmi nima deymiz? O'shandan qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Masalan qilib, chiroyli ekinlarni yetishtirsanglar bo'ladi. Bu yoqdagi kadiyarlari sal oldinroqda terim qilishyapti. Mo'shining ularni ko'rsatdim, hammasi shotki. Bu yoqlari endi yetilib kelyapti inshaalloh, mashalloh. Alisher akamni Alloh barakalarini bersin, ishlariga rivoj bersin. Hamma dehqonlarimizni barchamizni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu an tagidan bargini olganman, bir ko'ringchi nima.